Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Kasb tumaniga kelganmiz. Farhod akam dalalariga. Bular ekish oldidan 200 kg ekstra fos o'g'itimizni berib etgan paxtalariga. Qolgan tafsilotlarni o'zidan eshitamiz. 2026 yil 19 aprel kuni 200 kg ekstra fos o'g'iti berib, Xitoy 57 navini ekkanmiz mana shu dalaga. Xitoy 57 nav paxtasi mana shu. Mana hozir spenza ishlarini olib boramiz. Ekstra fos o'g'iti bilan bir xaltasini 2 bo'lib, ya'ni bir zapravka 25 kg ekstra fos o'g'iti eritib solib, mana spenza anonsini oshiramiz, ishlarni bajaramiz. Ikkinchi marta spenza qilishimiz. Mana paxtani hozirgi holati shu. Paxtasini holatlari yaxshi. Hech qanaqa oziq moddalarga o'ta talabi yo'q. Unaqa azotga, fosfor, kaliyga o'sha yetishmayotgan bo'lsa, talabi riski bilinadi. Misol uchun kaliy yetishmayotgan bo'lsa, barcha chetlardan sekin kuyish bo'ladi, qirralari kuyadi. Fosfor yetishmasa yana tanasining rangi o'zgaradi, binafsha rangga. Azot yetishmasa yana bilinadi, pastki barglardan sarg'ayishdan keladi ekin. Bizda unaqa holat yo'q. Unaqa holat yo'q, yaxshi, juda ham. Holati hali suv qo'yilmagan. O'sha ekilgan nimani sug'orib ekkansiz? Sug'orib, pushta olib, pushtadan barana qilib, barana ustida ekkanmiz. Namiga ekkanmiz-da buni. Namiga ekilgan. Biz birinchi o'yindan keyin sug'orish niyatimiz bor, sug'orish. Suvga o'sha deyarli kelib qolgan paxta, men yana bir haftalar kuting dedim. Yana vaziyatiga qarab suv oladi, xudo xolasa, shu kunlarda. Suvga yana 200 kg ekstra bos bersam bo'ladimi? Yonbag'ridan 10 santimetr yaqinidan bersiz bo'ladi. Shu 200 kg ekstra bos beraman, suv olamanda. Ikkinchi suvlash davrida paxtam yaxshi gullagandan keyin 200 kg karbonat bersam bo'ladimi? 200 kg bo'ladi bersa, 200 kg. Biza hali ham eski sxemada ishlayib yurgan dehqonlar ko'p. Kaliy bermaydi yeriga, boshqa bermaydi. Eski davrlarda shunaqa 10705, 10503 degan sxemalar bo'lgan. Paxta g'alla ishlab chiqilgan. Bizani O'rta Osiyoni tuproqlari almashinuvchan kaliy zapasi yetarli deb nima qilinganda. Nega bizning o'zimizni tuprog'i tarkibida kaliy saqlovchi minerallar ko'p bo'lgan. Pechpat, slidoga o'xshagan minerallar tuprog'i o'zida ko'p bo'lgan. Lekin o'sha endi prognozlarga ham 50 yildan o'tyapti. U minerallar ham borib umuman kaliy berilmagandan keyin parchalanib, minerallar zaxirasi ham kam qolgan. Kaliy yetishmovchiligi ko'p tuproqlarda bor hozir. Shuning uchun kaliyli o'g'itlarga e'tibor qaratish kerak. Bular endi suspenziya qilayotgandan keyin suspenziyasiga ham aytdim. Gektarga 2 kg ozgina karbamid qo'ysa, sal barkatikulasini yumshatadi. So'rilishi yaxshi bo'ladi. Iloji bo'lsa 300 dan 500 gramgacha kaliy gumat yaxshisidan qo'shing gektarga suspenziyaga. Yana ham samarasi yaxshi bo'ladi. Shu narsalarni aytib o'tdik. Paxtalarning holati yaxshi. Hali sug'orilmagan. Ekish bilan birga 200 kg ekstra fos o'g'iti berilgan ekan. Fermer o'zi mamnun paxtasidan.